Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Davlatdan minglab, hatto 10 minglab so'm yordam pulini qanday olish mumkinligini. Bahorgi subsidiyadagi barcha yangi o'zgarishlarni tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa hozirgi iqtisodiy vaziyatda juda dolzarb va muhimdir. Ko'pchilik menga shundoq ham hech kim yordam bermaydi deb o'ylaydi. Ammo aslida davlat yordami uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Faqat ulardan qanday to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Bugungi video aynan shu bo'shliqni to'ldiradi. Bu sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan real imkoniyatlar haqida. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Va eng asosiysi, hoziroq kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar qancha ko'p odamga yetib borsa, shuncha yaxshi. Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Bu savolga javob berishdan oldin umumiy tasavvurni shakllantirishimiz kerak. Oldinlari subsidiya olish jarayoni ko'pchilik uchun murakkab, chigal va ba'zan umidsiz vazifa bo'lib tuyulardi. Odamlar qaysi hujjatlarni to'plashni, qayerga borishni, qanday arizani to'ldirishni bilmasdilar. Axborot yetishmasligi, bürokratik to'siqlar, shaffoflikning yetarli emasligi sababli ko'plab ehtiyojmand oilalar yoki shaxslar o'zlariga tegishli bo'lgan yordamdan bexabar qolib, undan foydalana olmasdilar. Masalan, bir necha yil oldin, agar siz kam ta'minlangan oila deb e'tirof etilishni istasangiz, mahallada bir qancha komissiyalardan o'tishingiz, daromadlaringiz haqida qog'oz ma'lumotnomalarini har bir joydan yig'ib kelishingiz kerak edi. Bu ko'pincha uzoq vaqt olardi va ko'p asablarni talab qilardi. Natijada yordamga muhtoj bo'lganlar ham qo'l siltab qo'ya qolardi. Shuncha ovoragarchilikka arzimaydi degan fikr bilan. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini sezilarli darajada modernizatsiya qildi va shaffoflashtirdi. Hozirgi bahorda kiritilgan o'zgarishlar ayniqsa diqqatga sazovordir. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniqroq aniqlash. Ularga tezkor va manzilli yordam ko'rsatish hamda jarayonni maksimal darajada soddalashtirish. Endilikda aksariyat subsidiyalar uchun murojaat qilish jarayoni raqamlashtirilgan bo'lib, bu navbatlarni kamaytiradi. Son amalini minimallashtiradi va shaffoflikni oshiradi. Ma'lumotlar bazalari o'zaro integratsiyalashgan. Davlat idoralari o'zlari kerakli ma'lumotlarni turli bazalardan olishlari mumkin. Bu esa fuqarolarga qulaylik yaratadi va vaqtlarni tejaydi. Bu o'zgarishlar faqatgina bir necha toifadagi fuqarolargagina emas, balki keng aholi qatlamiga taalluqlidir va ko'proq odamlar davlat yordamini olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu haqiqatan ham tarixiy o'zgarishlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Asosiy qismi batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q. Dastlab eng muhim savolga javob beraylik. Kimlar davlatdan subsidiya olish huquqiga ega? Ro'yxat ancha keng va endilikda ko'pchilik avval o'ylagandan ko'ra ko'proq odamlar bu yordamni olishi mumkin. Biri kam ta'minlangan oilalar. Bu eng katta va eng muhim toifa. Agar sizning oilangizning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz kam ta'minlangan deb e'tirof etilishingiz mumkin. Bu ko'rsatkich har yili o'zgaradi va uni Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilib boradi. Masalan, hozirgi kunda bu miqdor taxminan 620-640 ming so'm atrofida. Ya'ni agar siz 4 kishilik oilada yashasangiz, xotin, 2 farzand va umumiy oylik daromadingiz 2 million 400 ming so'mdan kam bo'lsa, siz ushbu toifaga kirishingiz mumkin. Kam ta'minlangan oilalar nafaqat moddiy yordam, balki ko'plab boshqa imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya, bolalar bog'chasiga to'lovdan ozod etish va boshqalardan ham foydalanishlari mumkin. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari. Nogironlik nafaqasi bilan bir qatorda. Nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy xizmatlar, reabilitatsiya vositalari, uy-joy sharoitlarini yaxshilash, hatto kasb-hunar o'rganish uchun ham subsidiyalar ajratilishi mumkin. Bu yerda nogironlik guruhining turi va darajasi muhim rol o'ynaydi. Masalan, og'ir nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yordam yanada kengroq bo'lishi mumkin. Davlat harakat imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatda to'laqonli ishtirok etishini qo'llab-quvvatlashga intilmoqda. O't boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu oilalarga, ayniqsa voyaga yetmagan bolalari bo'lsa,
davlat tomonidan doimiy ravishda moddiy yordam ko'rsatiladi. Bu nafaqa miqdori o'qitgan oiladagi bolalar soniga bog'liq bo'ladi. 4 ko'p bolali oilalar. Agar oilada 4 va undan ortiq farzand bo'lsa, bu oilalar uchun alohida qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud. Masalan, ular uy-joy sharoitlarini yaxshilashda, bolalarni maktabga tayyorlashda yoki o'qitishda imtiyozli subsidiyalar olishlari mumkin. Ba'zi hollarda ularga qo'shimcha moddiy yordam ham ko'rsatiladi. 5. Yosh oilalar va yosh mutaxassislar. Ayniqsa qishloq joylarda ishlayotgan yosh mutaxassislar uchun uy-joy sotib olish yoki qurishda imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratiladi. Bu ularning ish joyida qolishi va samarali faoliyat ko'rsatishi uchun muhim rag'batdir. 6. Ishsiz fuqarolar. Agar siz ishsiz deb rasman ro'yxatga olingan bo'lsangiz, nafaqa olishingiz mumkin. Bundan tashqari, davlat ish topishga ko'maklashish, kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish uchun ham subsidiyalar ajratadi. Bu kurslarda o'qish davrida sizga stipendiya ham to'lanishi mumkin. Bu esa yangi kasb o'rganayotgan vaqtda moliyaviy muammolarni yengishga yordam beradi. Endi esa bir nechta aniq misollarga o'taylik. Birinchi misol, Gulnora opa, yolg'iz ona, 2 farzandi bor. Biri maktabda, ikkinchisi bog'chada. Gulnora opaning rasmiy ishi yo'q. Vaqti bilan uyda tikuvchilik qilib daromad topadi. Bu esa oyiga taxminan 1 million so'm atrofida. Uning oilasining har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad 333 ming so'mga yaqin bo'ladi. 20 ming 3 kishi. Bu belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan ancha past. Bunday holatda Gulnora opa kam ta'minlangan oila deb e'tirof etiladi va quyidagilarni olishi mumkin. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasi. Masalan, har bir farzand uchun 300-400 ming so'mdan 2 farzand uchun oyiga 600-800 ming so'm. Kommunal to'lovlar uchun subsidiya, ya'ni elektr energiyasi, gaz, suv uchun to'lovning ma'lum bir qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Bu uy byudjetiga katta yordam bo'ladi. Bolalar bog'chasiga to'lovdan ozod qilish yoki sezilarli imtiyozlar berish. Bu Gulnora opaning eng katta xarajatlaridan birini yengillashtiradi. Agar u yangi kasb o'rganmoqchi bo'lsa, davlat tomonidan kasbiy ta'lim kurslariga yuborilishi va bu davrada stipendiya olishi mumkin. Bu unga doimiy ish topishga yordam beradi. Ikkinchi misol, Ahmad aka yolg'iz nafaqaxo'r, pensiyasi minimal miqdorda, taxminan 700-800 ming so'm. Uning boshqa daromadi yo'q, qishloq joyida yashaydi. Minimal iste'mol xarajatlardan uning daromadi past bo'lganligi sababli u ham kam ta'minlangan deb e'tirof etilishi mumkin. Ahmad aka quyidagilarni olishi mumkin. Qish mavsumida isitish uchun subsidiya, ya'ni ko'mir yoki tabiiy gaz to'lovlari uchun yordam. Bu ayniqsa qishda uning xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Muntazam ravishda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash. Bu mahalliy hokimiyatlar va saxovat va ko'mak jamg'armalari orqali amalga oshirilishi mumkin. Agar uy-joy sharoiti og'ir bo'lsa, mayda ta'minlash ishlariga yordam. Uchinchi misol. Aziz va Madina yosh oila. Yaqinda turmush qurishgan, bir farzandi bor. Aziz ishdan bo'shatilgan, Madina esa farzand parvarishi bo'yicha ta'tilda. Ular o'z kichik biznesini boshlashni xohlashadi. Masalan, pishiriq seksi ochish, lekin boshlang'ich kapitali yo'q. Ular quyidagilarni olishlari mumkin. Agar ularning daromadi belgilangan chegaradan past bo'lsa, ular ham kam ta'minlangan oila sifatida e'tirof etilishi mumkin. Davlat dasturlari doirasida tadbirkorlikni boshlash uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar. Masalan, yoshlar daftari yoki ayollar daftari orqali ular o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish uchun 50 million so'mgacha subsidiyasi kreditlar, hatto ba'zi hollarda 10 million so'mgacha qaytarilmas grantlar olishlari mumkin. Kichik biznesni boshlash uchun kerak bo'ladigan uskunalar sotib olishda yordam. Tadbirkorlik kurslarida bepul o'qish imkoniyati bu ularga biznesni to'g'ri yuritish ko'nikmalarini beradi. Ko'rib turganingizdek, imkoniyatlar juda keng. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj, daromadlari past bo'lgan yoki og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan fuqarolar. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Yuqori daromadli, moliyaviy barqaror oilalar yoki shaxslar. Davlat yordami aynan uni eng ko'p ehtiyojmand bo'lganlarga qaratilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, subsidiyalar tizimida ham ba'zi istisnolar, suv osti toshlari va odatda ko'pchilik bilmaydigan noaniq nüanslar mavjud. Ularni bilish sizni yoqimsiz vaziyatlardan saqlaydi va jarayonni yanada samaraliroq qiladi.
Birinchi va eng muhim nuans daromadlarni hisoblash. Ko'pchilik faqat oylik maoshini hisobga oladi. Ammo davlat organlari oilaning barcha daromad manbalarini inobatga oladi. Bularga nafaqat rasmiy ish haqi, balki pensiya, stipendiya, ijara daromadlari, fermer xo'jaligidan olingan daromad, hatto chet eldan keladigan pul o'tkazmalari ham kiradi. Agar sizda norasmiy daromad manbalari bo'lsa, ularni yashirishga urinmang. Chunki endilikda soliq idoralari va bank tizimlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Agar siz daromadingizni noto'g'ri ko'rsatsangiz, arizangiz rad etilishi yoki kelajakda davlat yordamini olish imkoniyatidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi nuans mulkning mavjudligi. Ba'zi subsidiyalar, ayniqsa uy-joy subsidiyalari yoki kam ta'minlanganlikni aniqlashda oilaning mulkiy holati ham inobatga olinadi. Agar oilada uy, do'kon, yer uchastkasi yoki qimmatbaho avtomobil mavjud bo'lsa, hatto daromad past bo'lsa ham kam ta'minlangan deb topilmasligingiz mumkin. Davlat hashamatli hayot kechirib, bir vaqtning o'zida ijtimoiy yordam so'rash holatlarini oldini olishga harakat qiladi. Ammo agar ikkinchi mulk boshqa bir ehtiyojmand qarindoshga tegishli bo'lsa yoki u daromad keltirmasa, bu holat alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Shuning uchun arizada barcha ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatish muhim. Uchinchi istisno inson omili va shaffoflik. Hozirgi kunda aksariyat jarayonlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda mahalliy ijro etuvchi organlarning qarorlari ham muhim rol o'ynaydi. Agar arizangiz asossiz rad etilganini his qilsangiz, shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bu haqida keyinroq batafsilroq to'xtalamiz. Lekin shuni bilish kerakki, endi davlat xizmatlari markazlari va My.gov.uz portali orqali murojaat qilish shaffoflikni sezilarli darajada oshiradi. Chunki barcha jarayonlar elektron tarzda qayd etiladi va uni nazorat qilish osonlashadi. To'rtinchi muhim jihat o'zgaruvchanlik. Subsidiyalar qoidalari va miqdorlari davlat byudjeti imkoniyatlaridan kelib chiqib, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarib turishi mumkin. Bugun men aytayotgan raqamlar taxminiy ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim murojaat qilishdan oldin eng so'nggi ma'lumotlarni rasmiy manbalardan, davlat xizmatlari markazlari va vazirliklar veb-saytlari aniqlashtirish zarur. Bu bahorgi o'zgarishlar faqat bir qismi, yil davomida yana yangiliklar bo'lishi mumkin. 5-tuzoq ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi. Hozirda davlat organlarining ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan juda yaxshi integratsiyalashgan. Bu degani, sizning daromadlaringiz, mulkingiz, oilaviy ahvolingiz haqidagi ma'lumotlar turli idoralar tomonidan tekshirilishi mumkin. Shuning uchun arizada yolg'on ma'lumot berish yoki biror narsani yashirishga urinish juda xavfli. Bu nafaqat arizangizning rad etilishiga, balki ba'zi hollarda jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim ochiq va halol bo'ling. 6-noaniq nuans vaqtinchalik va doimiy subsidiyalar. Ba'zi subsidiyalar bir martalik yoki qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Masalan, qishki isitish uchun yordam. Bir martalik moddiy yordam. Boshqalari esa uzoq muddatli. Masalan, bolalar nafaqasi, nogironlik nafaqasi. Uzoq muddatli subsidiyalar uchun davriy ravishda hujjatlarni qayta topshirish yoki oilaning holati o'zgarganda xabar berish talab qilinishi mumkin. Bu talablarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Aks holda yordam to'xtatilib, hatto noto'g'ri olingan pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. 7-noaniq nuans raqamli savodxonlik masalasi. Davlat subsidiyalarga murojaat qilish jarayonini raqamlashtirayotgan bo'lsa-da, barcha fuqarolar ham internetdan yoki kompyuterdan foydalanishni bilmaydi. Bunday holatda nima qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlarida sizga bepul yordam beruvchi xodimlar mavjud. Ular sizning nomingizdan elektron ariza to'ldirishda yordam berishadi. Shuningdek, mahalliy aholiga subsidiya olishda ko'maklashish uchun mahalla faollari va xotin-qizlar kengashi vakillari ham jalb qilinadi. Bu o'z navbatida raqamli bo'linishni yengib o'tishga yordam beradi va hamma fuqarolar uchun imkoniyatlarni tenglashtiradi. Xulosa qilib aytganda, subsidiyalar tizimi murakkab ko'rinsa-da, uning asosiy maqsadi yordamga muhtojlarga ko'mak berish. Shuning uchun barcha qoidalar va nuanslarni diqqat bilan o'rganish, shaffof va halol bo'lish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga yetib keldik. Aniq qadamlar. Nima qilishingiz kerak? Qayerga borishingiz, qanday hujjatlarni to'plashingiz va nimalarni yozishingiz lozim. Har bir bosqichga diqqat bilan quloq tuting
Chunki aynan shu ma'lumotlar sizga davlat yordamini olishda amaliy yordam beradi. Bir qadam. O'z albiditingizni baholang. Avvalo, yuqorida aytib o'tganimizdek, siz qaysi toifaga kirishingiz mumkinligini aniqlang. Oilangizning daromadini hisoblang. Har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadni aniqlang. Moliya vazirligi yoki Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-saytlaridan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini aniqlashtiring. O'zingizni yuqorida keltirilgan kam ta'minlangan, ko'p bolali, nogironligi bor yoki ishsiz kabi toifalar bilan solishtiring. Agar sizga uy-joy subsidiyasi kerak bo'lsa, uy-joy sharoitingizni baholang. Bu sizga qaysi turdagi subsidiyaga murojaat qilishingiz mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu jarayonning eng muhim qismlaridan biridir. Hujjatlarning to'liqligi va to'g'riligi arizangizning tez ko'rib chiqilishi va ijobiy hal etilishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iborat: pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oila a'zolarining ham, bu bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, yoki nikoh buzilganligi haqidagi guvohnoma, daromad to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar siz rasmiy ishda ishlasangiz, ish joyingizdan so'nggi 12 oy davomidagi daromadlar haqida ma'lumotnoma rasmiy blankada muhri bilan. Agar tadbirkor bo'lsangiz, soliq idorasidan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar nafaqaxo'r bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ma'lumotnoma. Agar vaqtincha ishlamasangiz va daromadingiz bo'lmasa, bu haqida yozma bayonot, mulkchilikka oid hujjatlar. Agar sizda uy, yer uchastkasi yoki avtomobil bo'lsa, ularga tegishli kadastr hujjatlari yoki texnik pasport nusxalari, bank hisob raqamingiz rekvizitlari, subsidiya puli ko'pincha bank kartangizga o'tkaziladi. Nogironlik haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi hujjat agar tegishli bo'lsa. Uy-joy subsidiya uchun murojaat qilsangiz, uy-joy sharoitingizni tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr, ijara shartnomasi va HKI yodda tuting. Bu umumiy ro'yxat. Muayyan subsidiya turiga qarab qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun murojaat qiladigan joyingizda aniq ro'yxatni so'rab oling. 3 qadam, ariza berish usulini tanlang. Hozirda asosan 3 ta asosiy usul mavjuda. Onlayn usul bu eng afzal va qulay usuldir. May Tankov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza berish. Portalga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali tegishli xizmatni tanlab, elektron arizani to'ldirasiz va hujjatlaringizni elektron nusxada ilova qilasiz. Bu usul vaqtni tejaydi, navbatlarda turishni oldini oladi va shaffoflikni oshiradi. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Agar internetdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki shaxsan murojaat qilishni xohlasangiz, istalgan davlat xizmatlari markaziga borishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilib olishadi. Bu usul ham zamonaviy va qulay hisoblanadi. Mahalla qo'mitasi. Ba'zi subsidiyalar uchun, ayniqsa kam ta'minlanganlikni aniqlash va manzilli yordam ko'rsatishda mahalla fuqarolar yig'ini, mahalla qo'mitasi orqali murojaat qilish ham mumkin. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki xotin-qizlar faoli sizga yordam berishi mumkin. Ular vaziyatingizni o'rganib chiqib, tegishli tavsiyanomalarni berishadi. 4 qadam. Arizani to'g'ri to'ldiring. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz, daromad darajangiz va subsidiya olish uchun asoslar aniq va to'liq ko'rsatilishi kerak. Har bir bo'sh katakni to'g'ri va to'liq ma'lumot bilan to'ldiring. Aslo yolg'on ma'lumot bermang yoki biror narsani yashirishga urinmang. Arizaga ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxatini ham diqqat bilan tekshirib chiqing. Agar biror joyda tushunarsizlik bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rang. 5 qadam. Arizani topshirish va kuzatish. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga ro'yxatdan o'tganligi haqida kvitansiya yoki elektron xabarnoma beriladi. Unda arizangizning raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Shu raqam orqali siz arizangizning holatini MyTokov.uz portalida yoki Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib kuzatib borishingiz mumkin. Odatiy ko'rib chiqish muddati endi ish kunidan 3 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Ammo bu subsidiya turiga qarab o'zgaradi. Jarayonni muntazam kuzatib boring. 6 qadam. Rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, sizga yozma ravishda rad etish sabablari ko'rsatilgan bildirishnoma yuboriladi. Bu bildirishnomani diqqat bilan o'qing. Agar siz rad etish sabablarini asossiz deb hisoblasangiz, shikoyat qilish huquqiga egasiz.
shikoyatni yuqori turuvchi organga, masalan DXMga shikoyat qilingan bo'lsa, Adliya vazirligiga yoki bevosita sudga berishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilish ham samarali bo'lishi mumkin. Shikoyat berishda arizangizni rad etish sababini puxta tahlil qiling va o'z dalillaringizni aniq asoslab bering. Ushbu qadamlarga qat'iy amal qilish. Davlatdan sizga tegishli bo'lgan minglab so'mlik yordamni olish imkoniyatingizni sezilarli darajada oshiradi. Unutmang, davlat ijtimoiy himoyani kuchaytirib, xalqqa yordam berishga intilmoqda. Faqatgina bu imkoniyatlardan to'g'ri va o'z vaqtida foydalanish kerak, aziz do'stlar. Bugun biz davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar, bahorgi o'zgarishlar va ulardan qanday foydalanish mumkinligi haqida juda batafsil ma'lumot berdim. Sizga davlatdan minglab, hatto 10 minglab so'm yordam pulini qanday olish mumkinligini, bahorgi subsidiyalardagi barcha yangi o'zgarishlarni tushuntirdim. Bu ma'lumotning siz uchun naqadar muhimligini tushunasiz degan umiddaman. Unutmangki, har biringizning o'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringiz bor. Davlatimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun tizimni tobora takomillashtirmoqda. Shuning uchun bu imkoniyatlarni o'tkazib yubormang. Agar sizda yana qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki o'z shaxsiy tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Ular keyingi videolarimiz uchun asos bo'lishi mumkin. Ushbu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot ularga ham foydali bo'lishi mumkin. Va albatta videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bizning ijtimoiy himoyaga oid foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.